Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 35 kilovatli Nijniy Garina. Yil boshida bitta yoqib, yil oxirigacha yoqsa bo'ladigan, ko'mirlaring yaxshi bo'lsa, toshlarlar chiqmasa, yoqadigan ko'mirimiz. Yil boshida bitta tutashtirasiz, yil oxirigacha faqat zapravka qilib tursiz. Bu yerdan ko'mir solib tursangiz bo'ldi, aylanib yonaveradi. O'zini-o'zi boshqaradi. 300 kvadratli, 35 kilovatli, ya'ni 300 kvadratli xonadonlar uchun ochiq yopiq sistemalarga tushaveradi. Katyolimizni dimoxodlari, ta'minlari bor. Dimoxoddan kondensat bo'ladigan bo'lsa, oqqan suvlar o'zi ham yoqqa qarab tushib ketaveradi. Katyolda ichiga kirib, qo'lni qisqartirmaydi. Katyolimiz kasetali 1 metr, 2 metr, 3 metr, 4 metr teplameniga ega bo'lgan katyollarimiz. Katyollarimiz nalichida bor, 35 kilovatligi. 35 kilovatlilardan ham bor. Masalan, Verniy Garina kasetali tupit qilingan, tupit qilinmagan katyollarimiz bor. Nalichida bor. Hurmatli do'stlar, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar.